Tak, sahar kasalligiga va buyrak yetishmovchiligiga, ya'ni yuqori kreatin bo'lsa, hozir bir ikkita kitoblarni chiqarib o'tirdim. Bir narsani topdim. Semizot haqida ma'lumot kelib qoldi. Semizotni qovurib yeng, qaynatib iching, bir narsalar qilib yeng xullas. O'zimiz semizot bor-ku, ham saharni tushirar ekan, ham buyrak uchun tengsiz narsa ekan. Qarang. Mana qarang. Semizoti buyrak kasalligiga qarshi yovvoyi semizotdan foydaliroq dori yo'qdir deb yozilgan. Undan keyin semizot haqida ko'proq ma'lumot yig'ishga harakat qildim. Semizot sahar kasalligi bor odamlarni buyragini ishdan chiqarishiga, ya'ni yuqori kreatin davleniya bo'lishiga yo'l qo'ymas ekan. Qilib ko'ring. Semizotni yuving, yeng, qaynating, pishiring, qovurib yeng, shashlik qilib yeng, farqi yo'q. Shuni qiling. Tushundingizmi? Qilib ko'ring. Saharga ham rosa zo'r tushiradi. Ichak yaralarni yopadi. Juda ko'p. Semizot haqida ma'lumot yig'inglar. Bo'pti. Mayli. Xo'p dedingizmi? Bo'pti.